Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Bo'ston xalqi. Mana bugun 2026-yilning 25-iyun kuni bizni Bo'ston Express kursimizda 10 kun davomida qatnab, mana hojijonamiz, hurjanamiz bugun Xorazm viloyati imtihon markaziga borib, quvonib, to'lib toshib kelib o'tiribdi. Muvaffaqiyatli ko'zlarida quvonch ko'z yoshlari. Hurjanani tabriklaymiz. Rahmat. Nechik bo'ldi imtihon jarayonlari? Qiyin bo'lmadimi? Imtihon qiyin bo'lmadi. Shu Taassurotlar bilan o'rtoqlashing bular bilan aytib. Shu bir 10 kun sho'ra kelib qatnadim kursa. Tushunib ishladim. Xudoga shukr 20 ni ishlab bugun ekzamendan o'tib keldim. Hammangizga tavsiya etaman. Avvalam o'zim uyda ishlab ko'rdim, mustaqil. Lekin bir 2 marta borib yiqilib edim. Yana shu Davron domlaning yordamida shu bu kollektivni yordamida shu o'tib qaytdim. Hammaga tavsiya etaman. Sho'ra kelib o'qinglar, ekzamendan bir borganda o'tinglar. Endi siz sho'ra kelgan vaqtda men imtihon aldab aytdingiz, men yodlab qo'yibman buni, ko'rdingiz. Uyda yodlagan bilan bu yerda tushunganingiz farqi bo'ldimi? Farqi bo'ldi, va. Bu yerda tushunib ishladim, shuning uchun ham o'tdim-da. Qiynalmadingiz, va. Shuning uchun yodlamin tushunib ishlash kerak ekan. Albatta. Tabriklaymiz. Bo'lmasa, ana bizning avtodromimiz bor. Ertaga kelasiz, xudo xolasa, institutlarimiz esa amaliy yordam beradilar. Bundan o'tib kelishga ishonch bildiramiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Kelaverasiz, qolamiz.